Ushbu darsligimiz aynan tarmoqli marketingga kelib muvaffaqiyatga erishishni xohlaydiganlar uchun 2025-yilda o'z oldilariga qo'ygan maqsadlarga erisha olmaganlar uchun tarmoqli marketingda bugungi kundan yangi sizni yaratishni xohlaganlar uchun tarmoqli marketingda nega sizda muvaffaqiyatga erisha olmayapsiz, tarmoqli marketing nega sizda o'xshamayapti, tarmoqli marketing orqali nega katta daromadlarga chiqa olmayapsiz, tarmoqli marketing orqali nega katta komanda tuza olmayapsiz. Bugun mana shular haqida siz bilan gaplashamiz. Bugun siz bemalol o'tirib oling, chunki bugungi darsdan keyin siz tarmoqli marketingga fikringiz hamda tarmoqli marketingda ishlash bo'yicha yangi strategiya bilimlarini olasiz. Tarmoqli marketingda 2025-yilda qo'yilgan xatolaringiz nimaga? Tarmoqli marketingda 2025-yilda natijaga erisha olmadingiz. Tarmoqli marketingga kelishingizdan oldin katta natijalar kutdingiz, lekin haligacha natijaga erisha olmadingiz. Buning sababi maqsadni to'g'ri qo'ya olmagan bo'lishingiz mumkin. Buning sababi komanda tuza olmagan bo'lishingiz mumkin. Buning sababi pullarni to'g'ri boshqarishni o'rganmagan bo'lishingiz mumkin. Buning sababi har bitta e'tirozlarni oldida qanday javob berishni bilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Aynan bugungi darsdan juda ko'p savollaringizga javob olasiz. Demak, 2026-yilda muvaffaqiyatga erishmoqchisiz. Qanday muvaffaqiyatga erishsak bo'ladi? Buning uchun birinchi o'rinda to'g'ri taklifni o'rganishimiz kerak. Chunki insonlar bilan munosabat qilganimizda to'g'ri taklif kirita olsak, biznesimizga qiziqishadi hamda biz bilan hamkor bo'lishadi. E'tirozlar qoidasini bilishimiz kerak. Nimaga e'tirozlar bilan ishlashni bilishimiz kerak? Chunki siz har bitta e'tirozni eshitganingizda biznesingizga emas, shaxsan o'zingizga e'tiroz bildirayotgandek qabul qilasiz. Demak, e'tirozlar oldida sinib qolmasligingiz uchun bugun bular haqida ham gaplashamiz. Kuchli komanda tuzish kerak. Kuchli komanda bilan tarmoqli marketingda muvaffaqiyatga erisha olasiz. Komandani qanday qilib kuchli qilish mumkin? Bularni sirlarini ham o'rganib o'tamiz. Liderlik mas'uliyati. Tarmoqli marketingga keldingiz, agar siz lider bo'lmasangiz, tarmoqli marketingda yaqinda siz bo'lmaysiz. Tarmoqli marketingda faqatgina lider bo'la olganlargina muvaffaqiyatga erisha oladi. Shuning uchun bugun liderlik mas'uliyatlari haqida ham gaplashib o'tamiz. Chunki tarmoqli marketingda muvaffaqiyatga erishgan insonlarning har bittasi liderlik mas'uliyatini ola olishgan. Va keyingi qoidamizdan bittasi moliyaviy qadamlar haqida gaplashamiz. Juda ko'pchilik pul topadi, lekin pulni to'g'ri yo'naltirishni, to'g'ri saqlab qolishni, to'g'ri boshqarishni bilmaydi va oxir oqibatida yillar davomida ishlasa ham moliyaviy erkinlikka erisha olmaydi. Bugungi darsimizdan aynan moliyaviy bilimlarni ham bilib olasiz. Biz boshladik. Tarmoqli marketing kimlar uchun? Tarmoqli marketing aynan orzusi kattalar uchun. Agar siz tarmoqli marketingga kichkina orzu bilan kelgan bo'lsangiz, katta muvaffaqiyatni kutmang. Chunki biznesni qanday natijani kutayotganingiz va qanday orzuda kelganingizga muhim. Orzuni hamma ham katta qo'ya olmaydi. Faqatgina orzuni katta qo'ya olganlar, katta hayotni, katta kelajakni orzu qilganlargina hayotda muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. Kundan o'tiring, daftar ruchka oling va qanday orzularingiz bor yozib chiqing. Yoshligingizda qanday orzular qilgansiz va shularga amalga oshdimi? Agar oshmagan bo'lsa, nimaga shu kungacha orzungiz amalga oshmadi? Esingizdan chiqib ketgan orzularingizni yana bir esingizga oling. Chunki siz hayotingizda ko'p muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin, faqatgina orzu qilishni ham unutib qo'ygansiz. Tarmoqli marketingda muvaffaqiyatga erisha oladi, mas'uliyatni o'z zimmasiga ola olganlar. Juda ko'pchilik kutish bilan yashab qoladi. Ustozim menga bajarib bersin, menga komandam yaxshi ishlasin, keyin daromadga chiqaman deb juda ko'pchilik kutadi. Bu esa eng katta xatolardan bittasi. Birinchi o'rinda yutug'ingizga ham, yutqizishingizga ham o'zingiz mas'ul ekanligingizni his qilishingiz kerak. Chunki hayotda yo maqsadingiz bor, yo bahonangiz bor. Bu videoni ko'rayotganlarda hammasida maqsad borligiga ishonaman. Hech kimni ayblamang, faqat natijaga men mas'ulman deb bugungi kundan o'zingizni natijangizni o'z zimmangizga olishni biling va boshqalarni ayblashni bas qiling. Shunda tarmoqli marketingda katta lider bo'la olasiz. Tarmoqli marketingda top lider darajasiga chiqqan, eng katta yutuqlarga erishgan liderlarni analiz qilganimizda
ishimizda shu narsani bildimki, juda katta yutuqqa erishish uchun birinchi o'rinda sizda boshqalarga yordam berish, demak insonlarni hayotini o'zgartirishga ishtiyoqingiz baland bo'lishi kerak. Tarmoqli marketingda insonlarni hayotini o'zgartirish evaziga o'zingizni hayotingiz o'zgaradi. Demak, bugungi kundan siz kelgan insonlarni hayotini o'zgartirishni o'z oldingizga missiya qo'ying. Chunki hayotda har bittamiz missiya bilan kelamiz. Sizning missiyangiz tarmoqli marketingga kelib shogirdlaringizni katta daromadga chiqishi hamda har bitta mahsulotingizni xarid qilayotgan insonlarni demak mahsulotdan natija olishi missiyangiz bo'lsa, siz tarmoqli marketingda katta muvaffaqiyatga erisha olasiz. Hayotda har bitta muvaffaqiyatga erishgan inson boshqa insonlarni hayotini o'zgarishiga hissa qo'shib, keyingina o'zlari muvaffaqiyatga erishgan. Shuning uchun bugungi kundan birinchi o'rinda shogirdlaringizni natijasi ustida ishlang. Orzu va maqsad haqida gaplashmoqchimiz. Juda ko'pchilik orzu bilan maqsadni farqiga borishmaydi. Juda ko'pchilik butun umr orzu bilan yashab qolishadi. Biz bilamizki, orzuligicha qolib ketishi mumkin. Maqsad esa aniq ko'zlangan yo'l bo'ladi. Demak, orzu orqali maqsad kelib chiqadi. Yuqorida aytganimdek, orzu qilishni o'rganishimiz kerak. Orzu bizni yangi hayotga yetaklaydi. Maqsad esa aniqlikdan iborat bo'lishi kerak. Maqsad qachon, qayerda va qanday qilib bo'lish haqida aniq tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. Maqsadni harakatga, harakatni rejalarga, rejalarni amaliyotga almashtira olishingiz kerak. Juda ko'pchilik hayotda maqsadlarim amalga oshmayapti deb nola qilishadi. Yoki bo'lmasam yillar o'tadi, maqsadlari amalga oshmaydi. Nimaga? Chunki juda ko'pchilik maqsadni to'g'ri qo'yishni bilmaydi. Shuning uchun maqsad har doim erishimli bo'lishi kerak. Maqsadni to'g'ri qo'yishni bilishingiz kerak. Maqsadni aniq vaqti, maqsadni nima sabab shu maqsadingizga erishmoqchisiz, maqsadni birinchi o'rinda aniq summasi, nima xohlayotganingiz, hamma kriteriyalarga javob beradigan bo'lishi kerak. Komanda kuchsizligi. Nimaga ko'pchilikda komandasi kuchsiz bo'ladi? Chunki juda ko'pchilik komandada liderda aniqlik yo'qligidan. Chunki liderga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Liderda bugungi kunda aniqlik bo'lmasa, aniq qanday reja ustida ishlayotgani, komanda qayerga ketayotganini bilmasa komanda, demak unga ergashmaydi. Jamoa birinchi o'rinda liderga bog'liq bo'ladi. Lider har doim o'zini muvaffaqiyat yo'lini aniq bilishi kerak. Va mana 2026-yil kirib kelyapti. O'zingizni aniq rejalaringiz va hamda har bitta shogirdingizni aniq rejalarini belgilab berishingiz kerak bo'ladi. Shunda 2026-yil hamma uchun birdek manfaatli bo'ladi. Biz ko'p holatlarda lider bilan boshliqni rolini adashtirib qo'yamiz. Juda ko'pchilik tarmoqli marketingda liderlik darajasiga erishganda boshliq yasab olishadi o'zlaridan. Lider bilan boshliqning farqi bor. Boshliq buyruq beradi. Lider esa insonlar o'zi ergashadi. Siz yana bir bor o'ylab ko'ring, siz lidermisiz yo boshliqmisiz? Ko'p holatlarda komandaga buyruq berib qolasiz. Shu holatlarda o'zingizni analiz qiling va buyruq bermasdan komanda bilan har doim maslahatlashib, ularga faqat yo'l ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun kuchli komanda buyruq bilan emas, ishonch bilan tuziladi. Sizni komandangiz sizga ishonib keldimi, demak ular sizni yo'lboshchi deb tanlashdi. Yo'lboshchi bo'layotgan bo'lsangiz, demak siz o'zingizni muvaffaqiyatlaringizdan kelib chiqqan holatda, ilmlaringizdan kelib chiqqan holatda ularga faqatgina bilim va aniq rejalar bera olishingiz kerak. Shu kungacha agar qayerdadir buyruq bergan bo'lsangiz, bugungi kundan faqat komandangiz bilan to'g'ri munosabatda kuchli komanda tuzishni tavsiya beraman. Har doim o'quvchilarimga shunday tavsiya beraman. Munosabatda yumshoq, biznesda qattiqqo'l bo'lishni tavsiya beraman. Juda ko'pchilik esa aks holatda bo'ladi. Biznesda yumshoq bo'lishadi, munosabatda qattiqqo'llik qilishadi. Bu esa tarmoqli marketingga aslo to'g'ri kelmaydi. Tarmoqli marketingda yana kuchli komanda tuzish uchun har bitta
bitta komanda a'zosini o'sish rejasini aniq belgilab berishingiz kerak. Har bitta inson bu oddiygina inson emas, komandani bir a'zosi ekanligini his qila olishi kerak. Agar komandanda o'zini shu komandada his qila olsa, siz bilan rivojlanishni xohlaydi. Agar ular faqatgina yolg'izdek his qilishayotgan bo'lsa, ular ko'zlagan maqsadga erisha olmaydi. Shuning uchun har bitta komandani a'zosini o'zini roli bo'lishi kerak. Hamda siz kuchli lider sifatida har bitta komandangizni, shogirdingizni kuchli qobiliyatlarini ko'ra olishingiz kerak. Kim tarmoqli marketingda katta muvaffaqiyatga erisha oladi? Qachon o'zini kuchli tomonlarini topa olgan inson. Har bitta narsa borki, o'zini missiyasi bilan kelgan, o'zini demak missiyasi bor. Demak, mana kompyuterda o'zini missiyasi bor, telefonda o'zini missiyasi bor. Xuddi shunday har bitta insonda ham o'zini missiyasi va qobiliyati bor. Siz ustoz sifatida har bitta insonda demak qobiliyatini topib, to'g'ri vazifa berishni bilishingiz kerak. Juda ko'pchilik tarmoqli marketingga kelib pul topa olmaydi. Hozir pul topa olmaslikni bir nechta qoidalarini haqida gaplashib o'tamiz. Juda ko'pchilik pul topishni emas, bahona qidirish bilan kunlarini o'tkazib qo'yishadi. Sizga qandaydir biznes taklif qilinsa, yangi g'oyalar kelsa, ikkilanasiz. Ikkilanmasdan biznes g'oyani o'rganib chiqib, pul topish imkoniyatini qilishingiz kerak. Ustozimiz har doim aytadilar, biz bahona topish bo'yicha geniy, lekin imkoniyat topish bo'yicha geniy bo'lishimiz kerak. Agar imkoniyat bo'lsa, boshlaridim, vaziyatim yomon, menga to'g'ri kelmaydi. Biron kishiga biznes taklif qilsangiz, imkoniyat qidirishdan oldin bahonalar tayyor bo'ladi. Agar bugungi kungacha sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, bugungi kundan boshlab siz imkoniyat topish bo'yicha geniy bo'lishingizni tavsiya beraman. Juda ko'pchilikda pul sarflashda xatoliklar bo'ladi. Chunki millionerlarning shunday qoidasi bor. Biz pul topganimizda emas, pul sarflaganimizda aslida boy bo'lar ekanmiz. Demak, pul sarflaganimizda to'g'ri sarflashni o'rganishimiz kerak ekan. Juda ko'pchilik pul boshqarishni bilmaydi. Bizni hayotimizni o'zgartirib bermaydigan narsalarga ko'p pul sarf qilib yuborishadi. Lekin hayotimizni o'zgartiradigan narsalarga pul sarf qilishdan qizg'onishadi. Masalan, yangi bilim, yangi ko'nikmalar uchun bu oddiy xarajat-ku deb qabul qilishadi. Lekin aynan ana shu oddiy xarajat deganingiz, yangi bilim, yangi ko'nikmalar sizni hayotingizga o'zgarish olib kirishi mumkin. Juda ko'p o'quvchilarimga misol keltiraman. $1000 koshlokda $1 yurgandan ko'ra $1 koshlokda $1000 yurgani ma'qul. Shuning uchun siz bugungi kundan pulni to'g'ri taqsimlashni o'rganishingizni tavsiya beraman. Pulni boshqarishimizda judayam muhim qoidalardan bittasi, xaridlarimizda xohish va muhimlarga ajratib xaridlar qilishimiz kerak. Juda ko'pchilik bor yo'g'i xohishlariga judayam ko'p pullarni sarf qilib yuborishadi va bu esa moliyaviy erkinlikka erishmasliklariga olib keladi. Shuning uchun bugungi kundan xohishmi yo muhimmi degan savolga javob berib, xaridlarni qilishni tavsiya bergan bo'lar edim. 2026-yilga yangi to'g'ri qadamlar qilishingiz uchun to'g'ri taklif qilish qoidalarini o'rgatib o'tmoqchiman. To'g'ri taklif qilish uchun birinchi o'rinda odamni tushunishingiz kerak. Juda ko'pchilik muhimi taklif qilsam bo'ldi deb har bitta insonni taklif qilishga kirishadi. To'g'ri, hammani taklif qilish kerak. Tarmoqli marketing hamma uchun, lekin hamma ham tarmoqli marketing uchun emas. Shuning uchun taklifdan oldin tinglashni biling. Odamni og'rig'ini bilsangizgina yechimini bera olasiz. Juda ko'pchilik faqat taklif qilsam bo'ldi ekan deb to'g'ri kelgan insonga taklif qilasiz. Oldin u insonni og'rig'ini toping va undan kelib chiqib keyin taklif bildiring. Sizni eshitgan insonga taklif berishingiz oson bo'ladi. Juda ko'pchilik sotishga harakat qiladi. Mahsulotni sotishga harakat qilish kerak emas, insonni qiziqtira olish kerak. Agar siz taklif qilayotgan mahsulot uni hayotini o'zgartirishiga olib keladigan bo'lsa, u insonni o'zi sizni mahsulotingizga qiziqadi. Shuning uchun birinchi o'rinda sotmang, faqatgina mahsulotingizni afzalligini aytib o'tishni tavsiya bergan bo'lar edim. Insonlar sotganlarni yomon ko'radi, lekin ular bilan qiziqqanlarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun bugungi kundan atrofingizdagi insonlar bilan qiziqishni boshlang. Ularda qanday
masalalar bor. Qanday mahsulotlarga muhtoj? Bu narsani o'rganib chiqqaningizdan keyin insonlar o'zlari talab qilishni boshlashadi. Har doim mahsulotni yoki biznesni taklif qilganingizda natija haqida ko'proq gapiring. Bizni har doim natijalar qiziqtiradi. Agar siz aniq misollar bilan keltirib aytayotgan bo'lsangiz, insonlar albatta sizni mahsulotingizga, sizni biznesingizga ishonishadi. Shuning uchun doim o'quvchilarimga mahsulotlarini natijasini kamida 20 tasini super bilishlarini tavsiya beraman. 20 ta super natijani bilganingizdan keyin bu haqida insonlarga gapirishni boshlang va aniq natijalar insonlarni harakatga keltiradi. Xuddi shunday kompaniyada yutuqqa erishgan 20 dan ortiq liderlaringizni muvaffaqiyat sirlarini ham bilishingiz kerak va bular haqida ham gapirishni boshlang. Chunki insonlar natijalarga ko'proq ishonishadi oddiy gaplaringizdan ko'ra. Shuning uchun siz bugungi kundan 20 ta muvaffaqiyatga erishgan insonlarni tarixlarini o'rganib chiqib, bular haqida gapirishni boshlang. Har bitta taklif qilganingizda ishonch bilan ayting. Agar o'zingizda ishonch yetishmasa, albatta insonlar ham ishonishmaydi. Juda ko'pchilik murojaat qiladi, menga hech kim ishonmayapti, nima qilay ustoz deb. Men shunda savol beraman, sizda o'zingiz qilayotgan ishingizga o'zingiz ishonasizmi deb. Juda ko'pchilik jim bo'lib qolishadi. Chunki juda ko'pchilik faqat pul uchun biznesni qilib qolishadi. Biznesni pul uchun emas, biznesni sevib qilish kerak. Siz bugun o'zingizni kelajagingizga ishonayotgan bo'lsangiz, ishoning, insonlarni ham ishontira olasiz. Chunki siz ishonyapsiz, insonlar ham ishonadi. Bugun o'zingizga savol berib ko'ring. Qanchalik shu biznesingizda muvaffaqiyatga erishishingizga ishonasiz? Va agar qayerdadir ishonmayotgan bo'lsangiz, ustozingizga savol bering va savollaringizga to'liq javob olib, 100% ishonch bilan biznesni qilishingizni tavsiya bergan bo'lar edim. E'tirozlar bilan ishlaganingizda nimalarga yana e'tibor berishingiz kerak? E'tirozlar bilan ishlaganda juda ko'pchilik faqatgina tortishuvga olib boradi. Agar yo'q, sen qilayotgan ish piramida deyishsa, yo'q, bu piramida emas deyishadi. Sen qilayotgan ish qo'lingdan kelmaydi, yo meni qo'limdan kelmaydi desa, yo'q, seni qo'lingdan keladi deb tortishishga tushadi. Men birinchi o'rinda tavsiya bergan bo'lar edim, tortishmasdan faqatgina ularni tinglang va eng chiroyli so'z bilan boshlang. Bilasizmi, bu eng chiroyli so'z nima? Ha, men ham shunday deb o'ylagan edim deb boshlashni tavsiya beraman. Chunki bor yo'g'i ha so'zi ularni yumshatadi. Yo'q so'zi esa ular bilan uzoqlashtirishga olib keladi. O'shaning uchun e'tirozlar qoidasini eng birinchi kaliti ha, men ham shunday deb o'ylagandim. Ha, juda ko'pchilik shunday deb o'ylagan edi, lekin deb o'zingizni fikringizni bildirishingizni tavsiya beraman. Moliyaviy qadamlar. Daromadingizni boshqarishni o'rganing. Pul topish bu san'at, lekin uni to'g'ri taqsimlash esa mahorat. Bugungi kundan siz mahorat bilan pulni boshqarishni o'rganing. Har bitta topgan 1000 so'mingizni 100 so'mini saqlab qolishni o'rganing. Siz aytishingiz mumkin, 100 so'm bilan boy bo'lib bo'ladimi deb. Ana shu 100 so'm demak sizni millionerlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun bugungi kundan topgan daromadingizni bir qismini saqlab qolishni o'rganing. Sarflaringizni nazorat qiling. Yuqorida aytganimdek, daromad qilganimizda emas, xarajat qilganimizda biz daromad qilamiz. Mayli kichkinagina narsada deb o'ylaysiz, lekin ana shu kichkinagina narsalar demak bizni katta orzularimizdan uzoqlashtirib yuboradi. Unga misol, kichkina teshik ham katta kemani cho'kishiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun bugundan sarflaringizni nazorat qilishni o'rganing. Hamda ko'paytirishni o'rganing. Agar sizga bugungi kunda biznes, aynan tarmoqli marketing yoki xizmat yoki bilim, qandaydir biznes takliflar kelayotgan bo'lsa, albatta buni o'rganib chiqing va yangi daromadlar turini oshiring. Chunki qancha daromad manbaini ko'paytirsangiz, shuncha moliyaviy erkinlikka erishishingiz oson bo'ladi. Kuchli komanda tuzishning qoidalari. Ishonch bor joyda kuch bor. Birinchi o'rinda sizni o'zingiz komandangizda birinchi o'rin emas, komandangizni birinchi o'ringa chiqarishga harakat qiling. Jamoa ichida shubha emas, ishonch hukmron bo'lishi kerak. Sizni komandangiz sizga ishonsa, siz bilan
birga komandangiz muvaffaqiyatga erisha oladi. Finalga bir o'zingiz bormoqchi bo'lsangiz, tarmoqli marketing sizga to'g'ri kelmaydi. Demak, shogirdlaringiz bilan birga muvaffaqiyatga erishishingiz kerak. Lider har doim ilhom manbai bo'lishi kerak. Demak, lider har doim kreativniy bo'lishi kerak. Yangi g'oyalar ustida ishlashingiz kerak. Komandani har doim rag'batlantirib, tadbirlar uyushtirishingiz kerak. Komanda o'zini komanda ichida ekanligini, komanda muvaffaqiyatga qarab ketayotganligini his qilish kerak. Liderlik mas'uliyati haqida gaplashamiz. Liderlik mas'uliyatida birinchi o'rinda liderlarni boshqarishdan oldin o'zingizni boshqarishni o'rganishingiz kerak. Sizda qanday odatlar ko'proq? Hoziroq analiz qiling. Sizda yaxshi odatlar ko'pmi, yomon odatlar ko'pmi? Agar yomon odatlar ko'p bo'lsa, demak, bularni o'rniga yaxshi odatlarni ko'paytirishni tavsiya bergan bo'lar edim. Komandani boshqarishdan oldin o'zimizni boshqarishni o'rganishimiz kerak. Va hamda boshqalar uchun mas'ul bo'la olishingiz kerak. Har bitta komandangizga kelgan shogirdlaringizni birinchi bo'lsa-da yutug'iga olib chiqishga mas'ulsiz va har bitta muvaffaqiyatga erishayotganda yo'l boshchi bo'la olishingiz kerak va liderlaringizni kelajagini ko'rsatib bera olishingiz kerak. Liderlar siz bilan bo'lishadi, qachon o'zlarini muvaffaqiyatni cho'qqisida ko'ra olishsa. Har bitta top liderlar bilan gaplashganimda ham, o'zimda ham shunday bo'lgan. Hech qachon muvaffaqiyatli cho'qqisiga chiqishimga o'zim ishonmaganman. Lekin menga ustozlarim ishonch bergan. Har bitta top liderlarga ham xuddi shunday ustozlari ularga ishonch berishgan. Siz ham bugungi kunda liderlikning eng yuqori cho'qqisiga chiqmoqchi bo'lsangiz, shogirdlaringizga ishonch berishni bilishingiz kerak va shunda eng katta komandani lideri bo'lasiz. Manmayadil va tarmoqli marketingda 23 yillik ish tajribaga hamda bilimlarimdan kelib chiqqan holatda sizlar uchun ajoyib takliflar bermoqchiman. 2026-yilda katta muvaffaqiyatga erishishni xohlaganlar uchun, 2026-yilda tarmoqli marketingda o'z kompaniyangizda katta cheklarni erishishni xohlasangiz, ko'plab sayohatlarga chiqishni xohlasangiz, men sizlar uchun ajoyib taklif beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va o'zingiz buni isbotini ko'rasiz. Bir nechta o'quvchilarimiz shogirdlik kurslarimizda o'qib juda ham katta natija qilishdi. Bular haqida aytib bermoqchiman. Sevara Nurbayeva bizni kursimizga kelganlarida $300-400 atrofida daromad qilar edilar. Hozirgi kunda o'rtacha daromadlari $1,500-2,000 tashkil qiladi. Sevaraxon bittagina darsimizdan keyin o'zlarida katta o'zgarishni sezdilar va juda katta komandani lideriga aylandilar va hozirgi kungacha aloqadamiz ular bilan. Ular hozirgi kungacha komandalarini eng zo'r, eng energiyaga boy lideridan bittasiga aylandilar va hozirgi kunda kuchli komandani oson boshqarib kelmoqdalar. Lekin kursimizgacha komandada qanday boshqaruv bo'lishini to'liq bilmaga ega emas edilar. Nurman va Gulnur tarmoqli marketingda endigina kirib kelib $400 daromad qilayotgan edilar va darslarimizdan o'tib $2,000 daromadga chiqdilar. O'zlarini avtomobillarini oldilar. Tarmoqli marketingga noldan kirib kelib, tarmoqli marketingda umuman tushunmasdilar. Kursimizdan o'tganlaridan keyin hozirgi kunda o'z kompaniyalarida top lider darajasigacha erishdilar. Azimaxon daromadlari 0 edi. Hozirgi kunda daromadlari $1,500 ni tashkil qiladi. Ular an'anaviy biznesdan muvaffaqiyatga erishdilar. Hattoki kurslarimiz an'anaviy biznesda ishlayotganlar uchun ham juda manfaatli bo'ldi. Ular hayotda juda ham tushkunlikka tushgan, krizis holatda kurslarimizga kelgan edilar. Lekin hozirgi kunda faqat oldilariga katta maqsadlar qo'yib, yangi missiyalar ustida ishlayaptilar. Xudo xohlasa katta muvaffaqiyatlarga erishishlariga omad tilab qolamiz. Yana bir shogirdlik kursimizga kelgan o'quvchimiz Zikriyoyeva Shahodatxon juda ham katta natijaga erishdilar. Nafaqat o'zlari kurslarimizda o'qidilar, shogirdlari bilan ham o'qishga muvaffaq bo'ldilar. O'zlari kursimizga kelganlarida daromadlari yaxshi edi, $3,000 dan oshiq edi, lekin kursimizda yakunigacha $7,000 dan daromadlari oshdi.
Demak, katta muvaffaqiyatga erishdilar. Nafaqat o'zlari o'qidilar, komandalarini ham 100 tadan ortiq shogirdlarini kursimizdan o'qitib o'tkazdilar va shogirdlarida ham katta natijalar bo'ldi. Abdurazzoq va Mohigul 2 oylik kursimizda o'qidilar. Kelganlarida $200 daromad qilar edilar. Hozir 2 oy ichida daromadlarini $600 ga oshirdilar. Eng muhimi, Mohigul opa naqa tashakkurnoma yozdilar. Pulni to'g'ri boshqarishni boshladim va hech qachon hayotimda jamg'arma qilmagan edim. Hozir esa katta jamg'arma qilishni boshladim deb otziv berdilar. Keyingi chiroyli otziv beradigan aynan bugungi videoni ko'radigan siz bo'lishingiz mumkin. Quyidagi shogirdlarimizni natijasiga erishishni xohlasangiz, siz uchun ajoyib takliflarimiz bor. Agar shunday natijalarni qo'lga kiritishni xohlasangiz, 2 oylik kursimizni sizga tavsiya beramiz. Kursimiz qanday mavzulardan iborat ekanligini demak ko'rib o'tishingiz mumkin. Juda ko'pchilik tarmoqli marketingga kelganda insonlar bilan muloqot san'ati, oson do'stlashish qobiliyati bo'lmaydi. Bular haqida o'rganishingiz mumkin. Taqdimot, kuzatuv, takliflarni to'g'ri bilishmaydi. Bularni ham chuqur o'rgatamiz. Rad javoblarini demak sinib qolishadi. Bunday holatlarda qanday e'tirozlar bilan ishlash bo'yicha ham demak bilimlar olishingiz mumkin. Tarmoqli marketingda lider bo'lmasangiz, komanda tuza olmaysiz. Demak, qanday qilib kuchli lider bo'lishingiz haqida bilimlarini berib boramiz. Biznesingizga qanday qilib sistema qurish bo'yicha bilimlar olasiz. Pullarni saqlab qolish va ko'paytirish bo'yicha ham bilimlar olasiz. Ustoz shogird munosabatida juda ko'pchilikda bilim yetishmaydi. Bu bilimlarni ham chuqurroq o'rganib olasiz. Kuchli ustoz bo'lishni o'rganasiz. Chunki tarmoqli marketingda siz bugun kuchli ustoz bo'la olsangiz, kuchli komanda yarata olasiz. Kurslarimizni mavzulari bilan yuqorida tanishib chiqishingiz mumkin. Mentorlik, ustoz shogirdlik kursimiz bor. Bunga sanoqli insonlarni olamiz. Chunki bu kursimizda individual ishlanadi. Demak, shaxsiy konsultatsiyalar orqali sizni biznesingizda qanday xatolar qilayotganingiz va xatolarni qaytarmasligingiz uchun qanday qadamlar qo'yishingiz haqida bu kursimizda bilib olishingiz mumkin. 1 yillik, 10 yillik moliyaviy rejalar, maqsadlaringizni ham ko'rib chiqamiz. Pullarni to'g'ri boshqarish bo'yicha individual tavsiyalar olasiz. Juda ko'pchilik tarmoqli marketingda bilim olishadi, lekin bilim chiqarishda, bilimni shogirdlarga to'g'ri yetkazib berishni bilishmaydi. Shuning uchun bu kursimizda treninglar, darslarni o'tish bo'yicha trenerlik sirlari haqida ham o'rgatamiz. Bunda agar siz o'z mol-mulkingizga erishishni xohlasangiz, ustoz shogirdlik kursimizda qanday qilib birinchi недвижимостьingizni qo'lga kiritishingiz bo'yicha ham strategiya beramiz va bu kursni tugatishingiz bilan o'zingizni moliyaviy savodxonligingiz hamda o'z недвижимостьingizga ega bo'lishingiz mumkin. Millionerlarni millionerlikka olib kelgan qoidalardan biri har doim har bitta millioner va muvaffaqiyatli insonni ustozi bor. Demak, bugungi kunda siz ham muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, eng kuchli ustozlarni o'zingizga ustoz qilib tutishingizni tavsiya bergan bo'lar edim. Agar siz ham quyidagi o'quvchilarimizga o'xshab katta muvaffaqiyatga erishib, katta natijalar qilishni xohlasangiz, pastda silka qoldiriladi va bu silka orqali qaysi kursimizda o'qimoqchi ekanligingizni yozib qoldirsangiz, sizga aloqaga chiqishadi. Aynan bugun shu darsimizni oxirigacha eshitishgan o'quvchilarimiz uchun maxsus bonus narxida kurslarimiz taklif qilinadi. Bu kursdan o'tmasangiz hayotingiz qanday o'zgaradi? Bu kursdan o'tsangiz hayotingiz qanday o'zgaradi? Buni bir o'zingizga savol berib ko'ring. Chunki har bitta muvaffaqiyatli inson borki, ustozlarni bilimi bilan uzoq boradigan yo'lini yaqinlashtirishgan. Shuning uchun bugundan o'zingiz uchun qaror qabul qiling. Bugungi kundan siz muvaffaqiyatingiz uchun bir qadam oldinga tashlang. Bugungi darsimiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Agar sizda qandaydir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, pastda savollarni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Kurslarimizda ko'rishguncha deb qolaman.